Doktor, bolamni umuman ishtahasi yo'q. Faqat shirinliklar yeydi, ovqatlarni umuman yaxshi ko'rib iste'mol qilmaydi. Shunga ishtahasini ochib berish uchun qanaqandir dori yozib bera olasizmi? Xo'p, bolangizga shokolad tavsiya qilsangiz yoki bo'lmasam soklarni beradigan bo'lsangiz, shirinliklarni bersangiz yoki uni eng yaxshi ko'rgan ovqatlarini bersangiz yeydimi? Shirinliklarni rosa yaxshi ko'radi. Shokoladlar va bu fast foodlarni ham yaxshi ko'rib iste'mol qiladi. Lekin go'shtni alohida bersam yemaydi, tiftil kotletlarni esa yaxshi ko'rib yeydi. Xo'p, tushunarli. Bu yerda ayb sizda deb hisoblayman, chunki siz ovqatlanish rejimiga rioya qildirmaysiz bolani. Shuning uchun mendan xafa bo'lmaysiz. Men sizga aytadigan bo'lsam, bolaga ovqat vaqtini to'g'ri taqsimlay bilish zarur va orada perikuslar qildirtirmay turish kerak. Masalan, siz ovqat bermoqchisiz, 15 minut oldin qanaqadir yogurtmi yoki bananmi yoki mevalar, sabzavotlar bermay turganingiz ma'qul hisoblayman. Bu bilan men sizga umuman meva, sabzavotlar bermang demoqchi emasman. Asosiy ovqatdan tashqari berishingiz mumkin. Asosiy ovqatni oldiga, masalan, o'zining maxsus taryokachasi bo'ladi har bitta bolaning, yoniga qanaqadir sabzavotlarni, pomidor, bodring, sabzalarni qo'yib berishingiz mumkin bo'ladi. Lekin mevalarni masalan 15-20 minutdan keyin yoki yarim soatdan keyin bersangiz bo'ladi. Go'shtlarga keladigan bo'lsak, nimaga bolaga go'sht berish zarur? Birinchi navbatda go'sht bu asosiy manbai oqsil. Oqsil esa bu organizmda hujayrani qurilish materiali hisoblanadi, ya'ni asosi. Xuddi uy g'ishsiz qurilmaganda organizm ham oqsilsiz yasholmaydi. Shuning uchun oqsil zarur va bolaga go'sht berishi zarur deb aytamiz. Go'shtni bolangizga yoqtiradigan holatda qilib berishingiz kerak. Mana e'tiborsiz qiymali qilib bersam yeydi. Demak, ovqatga masalan o'zingiz morozilkalarga tanlab qo'ying. Har bitta ovqatga masalan qiymali ovqatlar yoki bo'lmasam o'sha frikadelkalarini, kotletlarini ikkita-ikkitadan qo'shib bering yoki bo'lmasam go'sht beradigan bo'lsangiz butun holatda emas, maydalab to'g'rab seforishingiz mumkin bo'ladi. Go'shtni bir xil bolalar nimaga yoqtirmaydi? Ba'zi bolalar dangasa bo'ladi, shu go'shtni chaynashga erinadi yoki bo'lmasa ularda chaynov tishlari hali shakllanmaganining hisobiga ular chaynay olmaydi va butun go'shtni yegandan ko'ra yemaslikni afzal ko'radi. Shuning uchun men sizga aytayapman-ku, bolaga mayda qilib to'g'rab bersangiz, bola shu ovqatiga qo'shib yeyishga osonroq bo'ladi. Bola ham xuddi katta odamdek o'zini yaxshi ko'rgan taomlari bor yoki bo'lmasa yoqtirmagan taomlari bor. Ularga ham alohida e'tibor zarur. Shuning uchun bolalarga biz o'zini yoqtiradigan taomlarni ko'proq iste'mol qilish uchun tayyorlab berishimiz kerak. Buning uchun onajonlar dangasa bo'lmasligi kerak. Ularni yoqtirgan taomlarini berish kerak, perikuslar qildirish kerak emas. Shularni hammasini inobatga olgan holatda bolangizni ovqatlantirsangiz juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Xolos ovqat yeb ketadi. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling.